Men ushbu manzilga yana bir bor kelishim bu yerda yashayotgan fuqarolarni yo'l muammosi qiynab kelmoqda. Anchadan beri asfalt yo'q, yozda chang, qishda loy, bolalar maktabga borishga qiynaladi, o'zimiz ham qiynalamiz, tizza bo'yi loy bo'lib ketadi. Yozda changdan aniq qilamiz. Allergiyasi bor, kasallar, ko'pchilik mazasi yo'q, changdan qiynalamiz rosa ham. Endi qachon bo'lar ekan, endi umid bilan kutib o'tiribmiz, bo'lib qolar deb. O'tgan byudjetni yutolmaganmiz biz. Endi davlat dasturiga qo'yiladi deb mahalla raisimiz aytilgan. Endi faqat umidimiz shu 2 yildan beri mana shu holatda endi. Mana o'tgan safar kelganingizdan keyin mana o'zingiz ko'rgan bo'lsangiz hech narsa o'zgargani yo'q-da. Qishlog'imizning yuzida mana shu ko'cha. Asosiy avtobus mana shu ko'chadan qatnab, mana shu ko'chada aylama yo'lda yuradi. Shu yo'llarimizni tezroq asfalt qilib bersa yaxshi bo'lardi. O'zimiz mana qo'ni-qo'shnilar, mana shu yashovchilar pul yig'ib, alohida o'zimiz pul yig'ib, kerakli ahvoli yomon joylarga o'zimiz hisobimizdan tosh to'kib, qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Baribir u yetmayapti. Biz Mirzaobod tuman hokimligiga yetib keldik. Oqoltin mahallamiz Abahor ko'chasi o'tgan yili open byudjetga qo'yilganida yetarlicha ovoz to'plolmadik. Prezidentimizning 93-sonli qaroriga asosan bu yil davlat dasturiga kiritilgan. Davlat dasturi bo'yicha ikkinchi chorak yakuniga qadar yo'l asfalt qilib berish belgilangan. Mas'ullarning bizga bergan ma'lumotlariga ko'ra, fuqarolarning ushbu murojaatlari tez orada bartaraf qilinar ekan. Demak, biz bu manzilga va bu murojaatga yana qaytamiz. Unutmang, millar fuqarolarning murojaatini o'rganishdan charchamaydi. Sayyora Rizqulova, Sirdaryo viloyatida shunaqa gaplar.